Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur qurultayı tor televiziyasi күнділік xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Angliya yuqori sudini irqiy qirg'inchilik delolariga qarab chiqish va uningga aloqador qarorlarni chiqarish huquqi bilan ta'minlaydigan sud qonuni loyihasidagi irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik tuzitish kirgizish loyihasi Angliya parlamentida ovozga qo'yilish arafasida yer shari qonuniy harakati advokatlik o'rni Dünya Uyghur qurultiyyi ve Uyghur kişilik hukuk kuruluşu bilen birlikte bayanat ilan kılıp, advokatlarning uzun müddet toplagan kanuni delil ispatlarga asasen, Xitay dairlerinin Uygurlarga yürgüzüvatkan bastırış siyaseti toğrusida kanuni yakunga erişkenlikini jakarladı. Forbes jurnalining 8 fevral bergan xabarga asoslanganda Angliyadagi eski sud mahkamasining advokatlari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarining insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik ishkanligi haqidagi qonuniy fikrini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Angliya advokatlari e'lon qilgan bu qonuniy fikr mustaqil mutaxassislarning kasbiy hukmi bo'lib, u qonuniy hukm rolini o'ynamaydi ekan, lekin uni qonuniy harakatning asosi qilishga bo'ladi ekan. Dünya Uyghur qurultiyyi London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonim Angliyadagi bu qonuniy harakat haqida qisqacha tushuncha berib mundaq dedi. Dünya Uyghur qurultiyining bu advokatlik o'rni bilan bo'lgan hamkorligi o'tgan yil Angliyaning import-eksport qilish idorasiga sungan arzdan boshlangan edi. Bu yil bir qancha o'rinlar hamkorlashib irqiy qirg'inchilikning dalil isbotlarini to'plash orqali bu qonuniy fikr birligiga keldi. Bu parlamentda ovozga qo'yiladigan irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik tuzitish kirgizish loyihasining ma'qullikdan o'tishidimi nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Yer shari qonuniy harakati advokatlik o'rni e'lon qilgan bu qonuniy fikrda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan keng ko'lamli tutqun qilish, turmaga tashlash, majburiy emgak silish, qiynash, bosqinchilik qilish, majburiy tug'mas qilish va boshqa har turli ziyonkashliklarning insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi jazmlashtirilgan. Bu fikrdagi eng muhim nuqta bo'lsa Uyg'urlar nopsining qattiq kontrol qilinishi bo'lib, barliq isbotlar Xitoyning Uyg'urlarning nopsini yo'qotish niyati borligini ko'rsatgan. Ya'ni tutib turilayotgan Uyg'urlarni jismoniy jihatdan va ruhiy jihatdan xo'rlash, Uyg'ur nopsining ko'payishining oldini olish tadbirlari va Uyg'ur bolalarini Uyg'ur jamoatidan ayirib, boshqa to'pliqqa majburiy yutkash qatorliqlar irqiy qirg'inchilikning tipik misollari bo'ladi ekan. Yer shari qonun harakati advokatlik o'rnining ma'muriy amaldori Deribla Minu xonim bu qonuniy fikr haqida izohat berib mundaq dedi. Bu tafsiliy doklad Angliyadagi eski sud mahkamasining advokatlarini asos qilgan qonun mutaxassislari tarafidan Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulmlar haqidagi necha yuz betlik dalil isbotlarga asosan tayyorlangan. Natijada ishonchli hujjatlarga asosan Xitoyning Uyg'ur rayonida Uyg'urlarga yurgizayotganini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitildi. Xəvərlərdən məlum bo'lishicha, Angliya yuqori sudi irqiy qirg'inchilik delolariga qarab chiqish va uningga aloqador qarorlarni chiqarish huquqi bilan ta'minlaydigan sud qonuni loyihasidagi irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik tuzitish kirgizish loyihasi bugun, ya'ni 9 fevral kuni Angliya parlamentida ovozga qo'yiladi. Agar bu loyiha ma'qullikdan o'tsa, Angliya yuqori sudi buningdan keyin Uyg'urlarning delosini o'z oldiga qarab chiqa oladi. Yer shari qonuniy harakati advokatlik o'rnining ma'muriy amaldori Deribla Minu xonim bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Meningcha bu qonuniy doklad ishkilinib turayotgan barliq parlament a'zolarini qoyil qilishi kerak. Irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik tuzitish kirgizish loyihasining ma'qullikdan o'tishi nihoyatda muhim. Chunki Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib beryapti. Har qanday bir siyosiy partiya ko'z qarashini bir tarafga qo'yib turib, nima qilishga tegishli bo'lsa darhol harakatga o'tib, Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik haqida adliya qarori chiqarilishi kerak. Oldingi kuni Dünya Uyghur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim Angliyaning bosh ministri Boris Johnson apandimga yozgan maktubida chet ellardagi Uyg'urlarning savdo qonuni loyihasidagi irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik tuzitish kirgizish loyihasining Angliya parlamentida ma'qullikdan o'tishini taqozolik bilan kutayotganligini. Agar bu loyiha parlament tarafidan yana qayta rad qilingan taqdirda, buning lager shohidlari tarafidan berilgan guvohliklarni yo'q chiqarish bilan barobar ekanligini bildirgan edi. Bugun qayta ovozga qo'yiladigan savdo qonuniga tuzitish kirgizish loyihasi Angliya yuqori palatasining ma'qulligidan o'tgan va Töven palatada ko'plagan parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, afsuski 21 yanvar kuni nihoyatda oz bir farq bilan parlament tarafidan rad qilingan edi. Amerikadagi nopuzliq kishilik huquq organi erkinlik saroyining yaqinda e'lon qilgan eng yangi doklatidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy bo'lsa boshqa davlatlarga selishtirganda chegara hal qilgan besim va ziyonkashlik bilan eng ko'p shug'ullanadigan davlat bo'lib, chet ellardagi Uyg'urlar Xitoyning eng asosli hujum nishonlarining biridan iborat. Erkinlik saroyining tadqiqotchisi Sara Kuh xonim bu vaqtda Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Xitoyni tadqiq qilayotgan ham shundaqli Xitoyning bundaq qilmishlarini biladigan biri bo'lib sifatim bilan bu dokladni ishlash jarayonida Xitoy bilan boshqa davlatlar orasidagi farqning qanchalik zo'rligini ko'rish yanada meni hayron qoldirdi.
Masalan, biz bu dokladımızda diktator hokimiyatlarning boshqa davlatlarda yashayotgan diaspora guruhlarga qaratgan jismoniy hujumlarini, ya'ni bevosita hujumlarni birma-bir xotirlab chiqdik. Qo'limizda 31 davlatning 2014-yildan buyon chegara halqib turib ib bo'lgan bevosita hujumlarga oid 608 vaqa bor va bu 608 vaqaning 214 yolg'iz Xitoyga oid. Bu intayin cho'ng farq. Mana bu Xitoyni boshqa davlatlardan ro'shan farqlantiradigan omillarning biri. Yana bir alohidilik bo'lsa, Xitoydan boshqa davlatlarga qarasangiz, ular faqat ma'lum bir partiya a'zolari yoki kichik ko'lamdagi o'qituvchi guruhlarga ta'qiblaydi. Ammo Xitoy bo'lsa hamma kishini, hamma guruhlarni ta'qiblaydi. Uning ustiga Xitoy chegara halqagan ta'qiblash vositalarining hammasini qo'llanadigan birdan-bir davlat. Erkinlik saroyining bu vaqtdagi dokladida mundaq deyilgan. Birinchidan, Xitoy kompartiyasining davlat halqagan besimi nurg'unlagan o'xshamagan guruhlarni, masalan, Uyg'ur, Tibet, Mong'ol qatorliq o'xshamagan millatlarni, diniy osonliqlarni, siyosiy o'qituvchilar, kishilik huquq faoliyatchilari, jurnalistlar, cheriklik bilan ayblangan amaldorlar qatorliq keng doirani o'z ichiga oladi. Ikkinchidan, Xitoy qo'llanayotgan besim o'xshamagan shakllardan tarkib topgan bo'lib, u bevosita hujumlardan tortib, boshqa davlatlar bilan hamkorlashib tutish, majburiy ib qochish, digital uskunalar orqali yiroqdan tahdid selish, josuslik yumshoq detali orqali ta'qib qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Dokladda Xi Jinping davrida ma'qullangan Xitoy davlatlik istixborot qonuni, Hong Kong davlat bexatarlik qonuni va sonliq ma'lumot bexatarlik qonuni loyihasi qatorliqlarning hammasining Xitoy hukumatining davlat halqagan besimni oshirishiga yo'l ochib berganligini bayon qilgan. Dokladning Uyg'urlarga oid qismida mundaq deyilgan. Uyg'urlarning dunyo miqyosida ziyonkashlikka uchrashi bugunga qadar davomlashmoqda. 2014-yildan 2020-yil 11-oyning 17-kuniga qadar Saudiya Arabiston 2 nafar Xitoy fuqaroligidagi Uyg'urni qo'lga oldi. Ular majburiy Xitoyga qaytarilishi mumkin. Xitoyning siyosiy besimi sababidan Turkiyadagi Uyg'urlarning o'ltiraqlashish kinishga elishi yanada qiyin bo'lmoqda. Faqat 2019-yilda Turkiyada 400 Uyg'ur qo'lga ilingan. Ularning Turkiyadan Xitoyga qaytarilish xavfi bor. Shuncha tirishchanliklarga qaramay 2019-yil 8-oyda Uyg'ur ayol hamda uning 2 bolasi Turkiyadan Tojikistonga o'tkazib berilgan va u yerdan darhol Xitoyga qaytarilgan. Bir qism xabar organlari yana 5-6 nafar Uyg'urning shu ayol bilan birga aeroplanda ishganligini xabar qildi. Uyg'urlar yana qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar kuchli raqamli tahdidga duch kelmoqda. Xitoy ularning yurtlaridagi urug' tuqqanlarni tahdid selish va majburlash vositasi qildi. Xitoy Uyg'urlarga qarshi yomon g'arazlik yumshoq detallarni taraqqiy qildirish orqali ularning aqlli telefonlariga so'qinib kirdi. Xitoy hukumatining hatto Uyg'urlarning izini qo'g'lash uchun Osiyodagi telegraf torlariga xakerlik hujumi qilganligi oshkorlandi. Erkinlik saroyining yuqorqi dokladida Amerika Bayden hukumatiga chegara halqagan ziyonkashlik bilan shug'ullanayotgan davlatlar, shaxs va organlarga qarata jazo tadbirlarini yo'lga qo'yish, boshqa demokratik davlatlar bilan bu masalada hamkorlashib o'rtaq tadbir elish, Amerika tashqi ishlar ministrligi va uning munosabatli organlarining yillik dokladlarida bu vaqtda doklad berish, davlat halqagan besimga qarshi turish xizmatlarini mablag' bilan ta'minlash, Amerika davlat majlisi bilan hamkorlashib, ziyonkashlikka uchrayotgan guruhlarning Amerikaga yerlashishini tezlashtirish qatorliq taklif fikrlar berilgan. Angliyaning dunyoga donliq BBC axborot qonunining Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan ayol tutqunlarning Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchraganligi haqidagi xabar doklati e'lon qilingan 2-fevral kunidan boshlab Xitoy hukumati BBC xabar qonuniga va lager shohidlariga talvilachi hujum qo'zg'ab, ularni yolg'onchilik bilan ayblab kelmoqda. Mustabid Xitoy hokimiyatining bu xil o'ktamligi BBC qonuniga jasurlik bilan guvohlik bergan lager shohidlarining kuchli g'azabini qo'zg'adi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 4-fevral kunidagi axborot yig'inida BBCda e'lon qilingan xabar haqidagi savollarga bu xabarning hech qanday asosi yo'q. Bu BBCning tunji qitim yolg'on so'zlashi emas deb javob berish orqali paketni rad qilmoqchi bo'lgan. Yer shar vaqti gazeti 4-fevral tarqatgan bu vaqtdagi xabarda BBCning portlatqush xarakterli xabarini tuhmat degan bo'lsa, yana bo'lgunchi tashkilotlar odatda ayollarni tanlaydi. Chunki ayollar va ularning ko'z yoshlari o'qirmanlarga ta'sir qilib, esdashlik qo'zg'aydi. Bölgünçiler ve terrorluk teşkilatları odatda bu kişiler bilen aloqalashishning yo'llarini tepib, ularni Jongoga tuhmat qilish uchun yolg'on so'zlashga majburlaydi degan edi. Xitoy taraf yana lagerdagi ayollarning va o'zining Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchraganligini amaliy misollar bilan BBCga pash qilgan Tursunay Ziyoddinni Dünya Uyghur qurultiyining nuqtaliq turi bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining qo'llashi bilan Amerikaga kelgan edi. U Amerikada qilishni iltimos qilmoqda. Ular Xitoyni parchalashni maqsad qiladigan tashkilot deb ayblagan.
Tursunay Ziyoddin Erkin Asiya radiosiga qilgan so'zda Xitoyning bu xil sapsatlarga inkos qaytarib, ular mening hech qanday tashkilot bilan aloqam yo'qligini yaxshi biladi. Men Qozog'istonga chiqqanda Xitoy soqchilari meni Dunya Uyghur qurultiyyi va boshqa tashkilotlar bilan aloqa qilmaslik, ularning oldam xaltasiga tushmaslik haqida ogohlantirgan. Malla emas butun lagerdagilarga күндىلىك meni yuyish tarbiyasida chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining Robiya Qodirning kimligini o'zlari o'rgatdi. Bo'lmasa biz bilmaydik. Ularning jinoyati va zulmi bizni o'yg'atdi. Men tekshiruvchilar bilan qaytib berib shu joydagi o'zim ko'rgan jinoyatlarni isbotlashga tayyorman dedi. Yer shar vaqti gezdi Tursunay Ziyoddindan boshqa Sayragul Savud, Sumrat Tursun, Mehrgul Tursun, Qalbinur Sidiq, Gulbahor Jilulova qatorliq lager shohidlarining guvohliklarini mo yolg'onga chiqargan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin yaqinda Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida lager shohidi Zumrat Davudning surtini muxbirlarga ko'rsatib turib, bu ayol hech qachon lagerga berib boqmagan. Shundaqla homildorlikdan saqlanish operatsiyasi qilmagan degan va Zumrat Davudning axborotlarda rol olgan artist deb haqoratlagan edi. Zumrat Davud Xitoyning ayblashiga mundaq savol bilan javob qaytardi. Xitoyning gaplaridan men texmo kuchlandim. Biz Uyg'ur ayollarini Xitoy lagerlarga qamab, zulm qilib, bosqinchilik qilib, mangisini yuyib, tug'mas qilib, har xil zulmlar bilan tugashtirdik deb xato mo'lcharlab qopdi. Ziyonkashliklarni so'zladik. Xitoy bo'lsa munosabatsiz vositalik urug' tuqqanlarimizni majburiy so'zlatib rol olg'izib. Buning orqasida kim haqiqiy artist, kim haqiqiy rejissor? Qozog'istonda tug'ilib cho'ng bo'lgan Qozog'iston grajdani bo'lishiga qaramay qora qo'yib qoldi lagerga qamalgan Gulbahor Jilulova xonim Fransiyadan inkos qaytarib mundaq dedi. Meni begunoh holda 15 oy Urumchida jazo lagerga qamab o'zlari Qozog'iston ministrlariga bolalarimga mening ustimdan terrorist deb chiqarib bergan qog'ozini qandoq inkor qilmoqchi ekan. U yolg'on bo'lsa, men u Urumchidagi lagerlarning ismlarini, lagerdagilarning ismlarini qandoq bilaman? Men 1 yil 3 oy 10 kun begunoh so'lg'anligi ustidan Xitoyni sotqa tortaman. Lagerda o'qituvchi bo'lganligi va u yerda o'z ko'zi bilan soqchilarning ayol tutqunlarga bosqinchilik qilganligi haqida matbuotlarga guvohlik bergan va yaqinda guvohliklari kitob bo'lib chiqqan Amerika Tashqi ishlar ministrligi tarafidan jasoratli ayol mukofotiga erishgan Sayragul Savudboy o'zining isbotlarining Xitoy hukumati tarafidan inkor qilinib hujumga uchraganligiga hayron qolmaganligini bildirib, Xitoy Kompartiyasining barliq siyosiy yolg'onchilikni asos qiladi va yolg'onchilik bilan taraqqiyot topadi dedi. Yer shar vaqt kezdida ilgari lagerda o'qituvchi bo'lganligimi inkor qilinib, ayollar lagerda tutqunlar uchraydigan bosqinchilikni o'z ichiga olgan vahshiyliklar haqidagi guvohligimi butunlay yolg'on deb inkor qilingan Gollandiyada turayotgan sobiq lager o'qituvchisi Qalbinur Sidiq Xitoyning barliq lager shohidlarini inkor qilganligidan bularning ta'siri bo'layotganligini tushunganligini bildirib mundaq dedi. Barliq lager shohidlarining oilasi lagerga kirib ketganlarning guvohliklari yolg'on bo'lsa, nemishqa hozirgacha oilamiz bilan ko'rishamaymiz. Telefon aloqasimi qilolmaymiz. Rostni ko'rayli. Chegarani echivassin. Yer shar vaqti gezitining bu xabarda yana lager shohidi Mehrgul Tursun va uning guvohliklari qayta inkor qilingan. Mehrgul Tursun mundaq dedi. Bu Xitoy hukumatining menga va Uyg'urlarga elib berayotgan jinoyatlarni tunji qitim inkor qilishi emas. İlgari 2019-yili men Amerika Davlat Majlisida lagerlar haqida guvohlik bergandimmi, bayonotchi Xo Chuning tarafidan shunday hujumga uchragan edim. Xitoy mening 5 yillik hayotimni xarob qildi. Balamni o'ldirdi. Yo'ldishimdan ayrildim. Ota-onam va qarindoshlarim bilan aloqam uzildi. Men Xitoyni xalqaro sudga tortmoqchi to'xtab qolmayman. BBC axborot kanalining Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan ayol tutqunlarning Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchraganligi haqida 2 fevral e'lon qilgan xabar doklati hozirmi dunyo matbuotlarining qiziq temasi bo'lib kelmoqda. Növətdə Türkiyədə xizmət ziyaretida bo'layotgan Azərbaycan Yükseliş Partiyasının rəisi Anar Asadli və həmraları 8 fevral günü Anqarada Uyğur Tədqiqat İnstitutunu ziyaret qilib, Dünya Uyğur qurultiyinin muavin rəisi və Uyğur Tədqiqat İnstitutunun qurğucusu doktor Erkin Akram bilan məxsus Şərq Türkistan və Uyğurlarning növətdəki vəziyyəti haqqında söhbət elib bardı. Mərkəzi Bakudagi Azərbaycan Yükseliş Partiyası bo'lsa millatchi va demokrat bir partiya bo'lib, mazkur partiya dunyoning har qaysi ellardagi turk ommaviy tashkilotlari bilan yaqin hamkorlik munosabati o'rnatib kelmoqda. Bu qitimqi ko'rish talabi Azərbaycan Yükselish Partiyasining raisi Anar Asadli apandimdan keldi. Görüş jarayonida doktor Erkin Akram apandi Azərbaycan hay'atiga mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarning buningga qaytarayotgan inkoslari. Shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaro siyosiy sahnalarda Xitoyga qarshi elib berayotgan faoliyatlar haqida nihoyat tafsiliy ma'lumot berib o'tdi.
Bundan ilgari Azərbaycanda və İranның Azər ilə topluşub yaşaydigan vilayətlərdə Xitayning Uyğurlarga yürgüzüyotgan jinoiy qilmishlarga qarshi ko'p qitim norozilik namoyishlari o'tkazilgan edi. Kanada parlament a'zolari Xitoyning Uyg'urlarni asos qilgan musulmon ozsonliq millatlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik harakati sababli 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boshqa davlatga o'tkazishni talab qilgan. Buning oldida Amerika Davlat Majlisi a'zolari Beijing qishliq olimpikini boshqa davlatga o'tkazishni talab qilib, qaror loyihasi tunishtirgan edi. Kanadadagi Yer shari va pochta gazetining xabar qilishicha, Kanadaning har qaysi siyosiy partiya guruhlaridan bo'lgan 13 nafar parlament a'zosi bu to'g'risida ochiq xat e'lon qilgan. Ularning xatida ta'kidlashicha, 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashish o'z xalqiga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan bir hokimiyatning foydasi uchun uning razil va o'z-o'zini ko'kka ko'tarayotgan bir tomoshaga ishtirok qilish bo'ladi ekan. Ular xatida Xalqaro Olimpik komitetining Beijing qishliq olimpik musobaqasini boshqa davlatga yo'tkab, qonun chiqaruvchilar 1936 yildagi natsistlarning Berlin olimpik musobaqasiga selishtirgan bu musobaqaning tanharakatchilarni bulg'ishidan saqlanishini talab qilgan. Amerika Kengash palata a'zosi Rick Scott o'tgan hafta Beijing qishliq olimpikini boshqa davlatga yo'tkazish to'g'risida qaror loyihasi sungan. Buning oldida Angliya parlament a'zolari Beijing qishliq olimpikini boykot qilishni talab qilgan edi. Angliya amaldorlarining aytishicha, Angliya hukumati yaqinqi 12 oy ichida muxbir siyoqiga kirib olgan 3 nafar Xitoy josusini Angliyadan qo'g'lab chiqargan. Angliya Telegraf gazetining xabar qilishicha, bu 3 kishi asli Xitoy davlat bexatarlik ministrligining xodimlari bo'lib, ammo ular o'tgan 3 yil mobaynida Angliyaga muxbirlik vizasi bilan kelganishgan. Ularning haqiqiy salohiyati Angliya josuslikqa qarshi turish organi MI5 tarafidan bayqalgan va ular Angliyadan jimjit holda qo'g'lab chiqarilgan. Halbuki xabarda bularning kimligi oshkorlanmagan. Angliya amaldorlarining aytishicha, bu Xitoy josuslari Angliyaning sodi maxfiyatligini nishon qilgan ekan. O'tgan haftaning 5ida Angliya doiralari Xitoy davlat egidorligidagi xabar to'ri CGTNning tarqitish ijozatnomasini bekor qilgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyghur qurultiyyi to'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqrammasini diqqətinizə sunduq. Yaxtırıb ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.